Nimaga Upworkda frilanserlik qilish kerak? Upworkdagi frilanserlikning foydali taraflari nimada? Assalomu alaykum. Ismim Furqat Davlatyorov. 5 yildan beri frilanserlik bilan shug'ullanib kelaman. Videograf, tadbirkor va Upworkda frilanserman. Upworkdagi frilanserlik davrimda $45,000 dan oshiqroq daromadga ega bo'ldim. Va bu davr mobaynida katta brendlar va mashhur shaxslar CapCut, Canva, GCC, Narcity Media, Shell, Captions va katta tashkilotlar Multilink, Megagen America, Najot ta'lim brendlari bilan ishlash imkoniyatiga muvaffaq bo'ldim. Va eng qizig'i, mashhur futbolistlardan biri Jesse Lingard bilan ham aynan Upwork orqali ishlash imkoniyatiga ega bo'lganman. Xo'sh, frilanserlikning foydali taraflari nimada? Qisqacha qilib aytganda, imkoniyatlar cheksiz. Siz o'zingiz xohlagan proyektlarni tanlash imkoniyatiga, o'zingiz xohlagan narxlarni belgilashga, istalgan joydan turib ishlash imkoniyatiga, xoh u sizning sevimli kafe shopingiz yoki shunchaki o'zingizning uyingizdan turib ham ishlash imkoniyatiga egasiz. An'anaviy 9ga 5 tizimidan chiqib ketib, siz o'zingizning erkin va xohlagan paytda ishlaydigan hayot tarzingizga ega bo'lasiz. Va hammasidan ham muhimi, sizning pulingiz bo'ladi. Upworkdagi frilanserlik istalgan sohadagi mahoratga ega bo'lgan shaxslar uchun. Xoh u dizaynerlik, marketing, video montaj, dastur ishlab chiqish, copywriting, SEO bilan shug'ullanish, veb-sayt yaratish, buxgalteriya, administratsiya ishlari, barcha sohalarda mahoratga ega bo'lgan shaxslar Upwork platformasining ish e'lonlari bozoridan bemalol foydalanib daromad qila oladi. Upwork platformasi sizning talentingizni dunyo bo'ylab sizning xizmatlaringizga ehtiyoji bo'lgan xaridorlar bilan bog'lab qo'yadi. Eng qizig'i, Upworkda qancha daromad olish mumkin? Shubhasiz, daromad darajasi to'laligicha sizning o'zingizga bog'liq. Ba'zi frilanserlar shunchaki o'zining kundalik ehtiyojlarini qondirish uchun daromad topsa, ba'zilari esa Upworkni biznes sifatida qarab, bundan o'zlarining orzusidagi hayot tarzini ham qurishmoqda. Bu hammasi sizning mahoratingizga, sizning fidokorligingizga va eng sifatli ishlarni topshirish xohishingizga bog'liq. Siz bemalol Upworkda o'zbekistonliklarning turli xil darajada daromadlar topayotganini bemalol ko'rishingiz mumkin. Bular $10,000 dan tortib $20,000, $50,000, $100,000 gacha daromad topayotgan frilanserlardan iborat. Albatta, siz har bir sohadagi kabi muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz, o'z bilimingizga, o'zingizni rivojlanishingizga investitsiya qilishingiz kerak. Agar siz ham o'z mahoratingizni pullab Upworkda onlayn daromad topishni xohlasangiz, men aynan siz uchun 1,5 soatlik tekin master-klassimni tayyorlab qo'yganman. Ushbu master-klassda siz Upworkda birinchi xaridoringizni topish uchun muhim bo'lgan qadamma-qadam 6 ta strategiyani batafsil o'rganasiz. Hoziroq video tagidagi linkka o'tib, master-klassni tomosha qilishingiz mumkin. Lekin eslab qoling, har qanday bilim faqatgina undan keyin qilinadigan amaliyot bilangina haqiqiy natija beradi. O'rganish bu passiv jarayon. Agar siz o'rganganlaringizni amaliyotda qo'llaydigan bo'lsangiz, bu aktiv va dinamik jarayonga aylanadi. Shuning uchun ham sizdan ushbu master-klassni o'rganishingiz bilan darhol barcha o'rganganlaringizni amaliyotda qo'llashingizni so'rab qolaman. Strategiyalarni o'rganishingiz bilanoq Upworkda akkaunt yarating, profilingizni to'g'rilang va barcha 6 ta strategiyaga amaliyotda rioya qilib, bugunoq Upworkda o'zingizning birinchi xaridoringizga ega bo'ling. Shuni ta'kidlab o'tishim kerakki, ushbu tekin master-klass saytimizda faqatgina 1 oy muddatgina saqlanadi. Shuning uchun ham ushbu master-klassni ko'rishga ulgurib qoling va bugunoq Upworkda onlayn daromad qilishni boshlang.